Assalomu alaykum barchaga o'rtoqlar. Mana biz Denavga mana shu genlikda yetib keldik. Sizlarga ko'rib turgan mana shu gipki kamellarni video qilish uchun maxsus yetib keldik. Xayrli kun barchaga. Endi biz eshigidan sig'maymiz. O'rtoqlar, bugun biz Denavdamiz. Denavda o'zimiz chiqarib boradigan Qiziriqlik To'lqin akamizni gipki kamel sexida tayyorlangan mahsulotlardan bitgan xonadonni sizlarga obzor qilamiz. Juda ko'p kishi Denavdan so'rashdi. Umid aka, Denavda qilayotgan xonadonlarni ko'rsating va Surxondaryo sharoitida qanday bo'lyapti? To'liq ma'lumotlarni har doimgidek To'lqin akamizning o'zlari beradilar. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz oq va qora ranglardan, undan tashqari juda ko'p kishi qiziqadigan kafel qimmatga tushyapti. Qulayroq variantidan bo'lsin deganlarga kafelni ham o'zini narxiga buni mahsulot va usta plusini ichiga qilib terib berishgan. Даже kafeldan ham arzonroqqa tushgan. Endi mana shu miramirni fason qilib terishgan. Bular haqida ham to'liq ma'lumot beriladi. Sizlar esa like bosib qo'yasizlar. Mashinachaga esa alohida farlarni qarang, va shu dahshat. Xullas boshladik. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz videolarimizni boshlaymiz. Videolarimizni boshlaymiz. Siz esa kuzatib borasiz. Chotki video bo'ladi. Mana To'lqin akamiz qarang. To'lqin aka haydaysiz siz ham? Ya, bu meni ko'tarmay, umidjon siz yengilroq-da. Qo'llari ham gidravlika ekan. Shunday qo'ying, siz gipki kamenda bitta ma'lumotni bering, bachalar buni 1-2 yil mazza haydasin. Yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov kanali obunachilari va bizni doim kuzatib boruvchilar. Mana bugun Umidjon bilan shu gellikda aytganday Dinoga yetib keldik. Bachalar mazza qilib haydaydi buni, xudo xolasa. Bu yerda ham Dino Mezda sanoatchilik mahallasida qilingan uyimiz. Umidjon, bu uyimiz shu yana oppoq uyimiz, bu oq uy bo'lgan. Endi shunday deb nom qo'yganmiz. Ham uy egalarining talabiga binoan faqat oq ranglarda ishlangan. Ichiga hech qanaqa narsa aralashtirmaganmiz. Oq va qora, keyin versachilar berganmiz. So'killariga shunday qizil granit fasonlardan qilib berganmiz. Endi To'lqin aka bunaqada Surxondaryoning issig'ida bizning mashinalarimiz ham oq, kiyimlarimiz ham oq, chunki tepadan quyosh kepkalari ham oq. Qora yoki boshqa ranglar yaxshigina issiqni o'tkazadi. Devorlar ham endi oq. Shunday. O'zi Umidjon hozir ko'proq uylarimiz, chiqarayotgan uylarimiz oq bo'lyapti-ku. Hozir oq qora fasonlarimiz hammaga ma'qul kelyapti. Ko'proq shu fasonlarda ishlayapmiz. Aytayapman, uyda qandaydir bir salqin tutadi. Shunday. Xo'sh, necha kvadrat bo'lgan? Menga shaxsan yoqdi. Uyda proyekti ham zo'r bo'lgan. Mana shu fason uyga mos как mana kompyuterda chizib katalog ko'rsatadi-yu. Keyin shuni tanlaydi. Xuddi shunday bo'lib qolganda. Bu uyimiz bitganiga ham bir oycha bo'lib qoldi. Umid so'killari bilan 200 dan oshiqroq kvadrat bo'ldi-da bu. Aniq esimda yo'q, chunki so'kilni keyin oxirida отдельно qilib yana qo'shimcha qilib o'lchab qilganmiz. 200 dan oshiqroq uy bo'lgan. Bitganiga ham 1 oydan oshib qoldi, 1 oycha bo'lib. To'ylar o'tib. To'ylar bo'lib o'tdi bu uyda. Bu uyda qilib berganimizdan keyin bir singlimizda ham uzatishdi uyda egalari, opamiz. Shunday, hamon uyda to'y bo'lib o'tdi bu uyda. Necha puldan bitgan bu? Denavda endi 150 kilometr Qiziriqdan borish kelish, yo'l kira shu hisob kitob bo'lmasdan shu narxmi Surxondaryoga? 85-90 qilinyapti, haligacha shu narximiz. Shu narxda. Shunday. Endi bu devorimizda nimasi tayyor edi. Devoriga bir sloy nimasi tortilgan edi. Kafelnikli. Tortilib turgan devor edi-da, shuning uchun 5000 arzoniga qilib berganmiz. Asl narxi endi dinolarga 90 ming shunaqa bo'lyapti. Kichkinaroq kvadratlar 95 mingdan ham qilyapmiz. O'rtoqlar, tavsiya qilaman. Juda zo'r uy bo'lgan, 2 etaj ko'rayotgan bo'lsangiz, lekin 1 etajga o'xshaydi tashqaridan. Mana podvallari ham bor. Mana bu tomonda ham podvalda bor, tapchani tagi. Zo'r proyekt bo'lgan. Kimga agar mana shunaqa uylar kerak bo'lsa, albatta proyektlardan foydalansangiz bo'ladi. Endi uyda egasi hozir yo'q ekan, razmerlari bilan birdan aytardik. Tashqi tomonlarini emas, faqat ichki tomonlari bo'lgan mana. Bu 90lar bormi mana so'kil? So'kilimiz 90 ha. 90 bor ha? 90 ha. Arenterda 90 balandlikda so'kilga ishlanganda bu. Mana qoradan past 90. Arenterda normal olaman lekin. Razmer bo'yicha mana uylar. Endi mana zinalarga kafel terib bersa, bu yoq ham bitib ketadi, zo'r bo'ladi. Xonadon bunaqasiga Faxriddinning nonini yarim taqib plastik qo'yilgan. Endi u vaqtlarda tunikafon bo'lmaganda. Mana bu yer kelajakda tapchan bo'ladi. Shuning uchun bu yer qolgan so'killarni qilmaganmiz. Endi tapchan qilishmoqchi, shuning uchun qolgan. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar,
Xudo xolasa shu bugun telefon qilsa yoki ertaga. Ya'ni bugun 12-iyun bo'lsa, 13-lariga qo'yamiz videoni ertaga. Necha kun zadeshkasi bor hozir kecha kunduzda? Kecha kunduzda har xil bo'lyapti. 10 kun, 15 kun. Ish sezonida hozir. 20 kunga ham cho'zilayotgan uylarimiz yo'q emas, bor. Zalog tashlab berishlari kerak? Zalog tashlab ochiladiga yozilganlar kami ham bir hafta bo'lyapti. Chunki zalog berib qo'ysa ishonchli bo'ladi. 5 ta brigadamiz bor. Uspet qilganimizcha bir hafta 10 kun zadeshka bilan bo'lyapti ishlarimiz. Navbatdagi xonadonimiz qayer bo'ladi? Navbatdagi xonadonimizda ish ketayotgan jarayoni shu Dinoda o'zida. Bo'ldi, ketdik. O'rtoqlar, biz bugun katta xonadonga keldik. Yana Denovda ko'rayotgan bo'lsangiz, Shahrinov mahallasidamiz o'rtoqlar. Bu yerda 485 kvadrat xonadon fasadlari o'sha sizga chiqarib boradigan gipki kamen mahsulotlardan bo'lyapti. Bu yerda ishlar hali chala. Ish bo'layotgan jarayondan. Mana shu oq fason har doim aytganimizdek, o'zimizda Surxondaryoga hozirda 2025-yilda trendda desak ham xato qilmaymiz, chunki 80% xonadonlar asosan oq. Sabab o'zimizda issiqqa oq ranglar yaxshi, ham chiroyli chiqadi. Tagida qora fasad berilyapti, mana qora rang. Ikkalasi birikib juda chiroyli fasad chiqaryapti. Undan tashqari mana xonadon bu tomonlarini ko'rsatib o'tgandik. 485 kvadrat chiqadimi yo'qmi deganlarga juda katta xonadon o'rtoqlar. Agarda kimga mana shunaqa gipki kamendan fasadlar qildirmoqchi bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Surxondaryo bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. To'lqin akamizni o'zlari borib o'lchash, polni ob'yom yetkazib berish, xizmatlar qilish, hamma xizmatlar ichida bo'ladi. Siz faqat pulni sanaysiz, bo'ldi. Va osh-ovqatini berasiz ustolarga. Osh-ovqati endi baribir uyingizga mehmon kelgandan keyin mehmon qilasiz. Xuddi shunday narsa. Ustolarga tomog'iga yaxshi qarasangiz, fasadni ham chotki qilib berishadi. Albatta, hamma narsa oshqozon va tomoqqa bog'liq o'rtoqlar. Narxlarni birinchi videoda aytib o'tib ketdik. Bemalol telefon qilsalaringiz yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Bizni bilamizki, Tojikistondan ham kuzatayotgan obunachilarimiz ko'p. Mana Denovdan keyin bu yo'q o'zi 50-60 kilometrdan keyin Tojikiston. Bemalol Tojikistonga ham borib ishlarni qilib berishyapti. Bu yog'i Qashqadaryo, Samarqandgacha va bu yog'i Tojikistongacha. Qozog'istonga hali chiqqanimiz yo'q. Xudo xolasa bu yilga chiqish niyatimiz ham bor. Endi mana tashqarilarni ham To'lqin aka bitta ko'rsataylik. To'lqin aka bizning operator bo'ladi. Gipki kamenda. Mana tashqari fasadlar o'rtoqlar. Salkam bitib qoldi. Bu tomonda ish bo'lyapti. Bu mana bu tomonimiz eski uy. Birdan bu yangi uyga qo'shilib, fasadi bitta bo'lib ketyapti. To'liq ma'lumotlar pastdagi raqamlarda va zakaz qilishingiz mumkin. O'zlarini Instagram, Telegram va YouTube'da Surxonstroy kanallari bor. Albatta o'tib obuna bo'ling va har bir ish jarayonlarini bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Endi esa biz To'lqin akamiz bilan birgalikda Xonjiza City'ga qarab yo'lga chiqamiz. Albatta kuzatib borasizlar. Qiziq videolar oldinda.